Bilasizlar, kvartira puli hovli bo'lsin deganlar, ajoyib hovli topib qo'ydik. Otchopar mahalla. Shundaygina davrda orqasi, ana shu ajoyib hovlimiz sotuvga yangi remont qilib qo'yilgan. Shuni birgalikda obzor qilamiz. Bitti. Kirishimizgacha burchaklar yetib qo'yilgan. Darvozaxonamiz. Patologlarni ham akkurat qilib qo'yilgan. Birinchi xonamiz mana mehmonxona. Mehmonxonamiz ham juda katta tayyorlangan ekan. Remontlarni ham akkurat qilib qo'yilgan. Lyustralar ham did bilan qo'yilgan. Tarafga ham ikkita xonamiz bor. Uyimiz polni polla qilingan. Yangi remontdan chiqqan. Tarafga yana xonamiz bor, yotoqxona. Xo'p. Terrasa. Terraslar ham yangi remontdan chiqqan. Patologlar ham hammasi qilib qo'yilgan. Uyimiz balangina. Xo'p, bu yoqqa ikkita xonamiz bor. Remontlar asl bo'lgan, polla qilingan. Akkuratgina uy. Hovlimizda zilon zonasi, 8 tonali hovuzimiz, ikkita vodoprovod o'tgan, avtomatik to'laveradi. Tashqari vodoprovod bor, ichkari vodoprovod bor. Va oshxonamiz, oshxonamizda pasti polni podvalagan. Yangi remont qilingan, hozir mebellar endi o'rnatib ketilyapti. Hammomimiz aerosol ham qo'yilgan. Bu tarafga hojatxonamiz. Isitish tizimlari ham ikkita qo'yilgan ekan, uni ikkalamichni qilib. Bu esa hovlimiz 6 sutiga joylashgan. 6 ta xonadan iborat. Narxi startli 11,5 million so'ralyapti. Sunnatga o'tayotgan joy bor. Real o'tgan real qilib, pastdagi nomerga bemalol telefon qiling.